Assalomu alaykum, qadrdon obunachilarim, kanalim mehmonlari. Sizlar bilan yana yangi videoda uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugundan boshlab ko'pgina kommentariyalardagi takliflar, iltimoslarni inobatga olib, to'qish darslarini noldan boshlab o'rgatishga qaror qildim. Demak, bugun birinchi darsimizda birinchi petyani hosil qilish va havodan petya olish, ya'ni zanjir olishni o'rganamiz. Demak, birinchi petyani olish uchun ipimizni shunaqa ko'rinishda ushlab olamiz. Ipimizning uchki qismi bosh barmog'imizdan o'tadi. Asosiy qismi, demak, ko'rsatkich barmog'imizdan o'tadi va pastidan shunaqa ushlab turamiz. Kuruchokka ipimizni chap tarafidan o'tkazib, aylantirib olib, 180 gradusga aylantiramiz. Shunda ipimizni, kuruchogimizning pastida shunaqa buralib qoladi va shu joydan ushlab turib, ipni asosiy qismini kuruchokka ilib olib, ipimizni ichidan o'tkazamiz. Mana. Demak, birinchi petyamiz mana shu ko'rinishda hosil bo'ladi. Yana bir marta ko'rsatib beraman. Endigina o'rganayotganlar uchun, demak, ipni shu ko'rinishda ushlab olamiz. Demak, uch qismini bosh barmog'imizdan, asosiy qismini ko'rsatkich barmog'imizdan o'tkazamiz. Kuruchokka ipni chap tarafidan kirgizib, aylantirib 180 gradusga aylantirib olamiz. Ipimizning pasti kuruchokka tagida buralib qoladi. Asosiy ipni kuruchokka ilib olib, kuruchokda turgan ipni ichidan o'tkazamiz. Mana. Demak, birinchi petya kuruchokda shu ko'rinishda hosil bo'ladi. Buni qattiq tortib yormanglar. Keyingi petyalarni hosil qilishga noqulaylik tug'diradi. Bo'lmasam, bu usulda qilish qiyinroq deganlarga yana bitta oddiyroq usulni ko'rsatib beraman. Demak, ipimizni krestik shaklida, mana uchki qismi, asosiy qismi, krestik shaklida bir-birini ustidan o'tkazib olamiz shunaqa va shu joydan ushlab turib, ipni asosiy qismini shu hosil bo'lgan halqachani ichidan o'tkazib olamiz va ipimizning uchki qismini tortamiz. Mana shunaqa ko'rinishda ham birinchi petyani hosil qilishinglar mumkin. Yana ko'rsatib beraman. Demak, ipimizni krestik shaklida bir-birini ustidan o'tkazib olamiz. Mana shu joydan ushlab turib, asosiy ipni halqachani ichidan o'tkazib ushlab turamiz va ipni uchki qismini tortamiz. Mana birinchi petyamiz shu ko'rinishda hosil bo'ladi. Ana endi bu petyamizdan ushlab turib, zanjir olishni, havodan petya olishni o'rganamiz. Demak, birinchi petyani kuruchokka kirgizib olamiz. Asosiy ipimizni ilib olamiz va petyani ichidan o'tkazamiz. Yana ipimizni ilib olamiz, petyani ichidan o'tkazamiz. Shu ko'rinishda petyalarimiz hosil bo'ladi. Bu petyalar zanjir yoki havoyi petya deyiladi. Mana. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, kuruchokda to'qishni eng birinchi boshlang'ich ishi shu. Demak, birinchi petyani olish va zanjirlar hosil qilish. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, ko'pchilik sxemalarni tushunmayman deyshadi. Sxemalarda bu zanjirlar dumaloq shaklda, xuddi nolga o'xshab dumaloq shaklda beriladi. Ekraningizda ko'rib turibsizlar. Agarda birinchi darsimizda tushunarli bo'lgan bo'lsa, videoni qayta-qayta ko'rib, mashq qilinglar va puxta o'rganishga harakat qilinglar. Keyingi darslarda Xudo xohlasa ustunchalar olishni o'rganamiz. Video darsim yoqqan bo'lsa, fikrlaringizni kutib qolaman. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar hammanglar.